Assalomu alaykum, hurmatli matematika ixlosmandlar. Bugun sizlar bilan kasrlar mavzusini o'rganib chiqamiz. Inshaalloh, qani boshladik. Bismillah. Kasr degani o'zi nima degani? Kasr degani a taqsim b ko'rinishidagi ifodaga kasr deyiladi. Kasr. Kasr belgisi mana bu chiziqcha kasr belgisi deyiladi. Kasr degani bu bo'lish degani. Kasr degani bo'lish degani. Misol uchun a taqsim b bo'ladigan bo'lsa, bu a bo'lingan b ga teng. Misol 12 taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, bu 12 bo'lingan 4 ga, ya'ni 3 ga teng bo'ladi. Xo'p. A bu yerda demak kasrning surati b mahraji demak. Demak kasrning mahraji. Xo'p. A taqsim b ko'rinishidagi ifodaga kasr deyilar ekan. Kasr degani bu yuqoridagi qismini suratini mahrajiga bo'lish degani ekan. Misol uchun 12 taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, bu 12 bo'lingan 4, ya'ni 3 ga teng bo'lar ekan. Yuqoridagi qismi kasrning surati, ya'ni a kasrning surati deyilar ekan. Pastdagi qismi kasrning mahraji deyilar ekan. Xo'p. Kasrlar demak 3 turga bo'linar ekan. 3 turga bo'linadi. Birinchisi to'g'ri kasr. To'g'ri kasr. Xo'p, diqqatni e'tibor beramiz. A taqsim b ko'rinishidagi ifoda kasr deyilar ekan. To'g'ri kasr bo'lishini qanday bo'lishi kerak? To'g'ri kasr bo'lishligi uchun yuqoridagi qismi pastdagi qismidan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni kasrning mahraji suratidan katta bo'lishi kerak ekan. Bu to'g'ri kasr bo'lishligi uchun. Misol uchun mana. Misol uchun 1 taqsim 2, 2 taqsim 3, 3 taqsim 4, 10 taqsim 12 va hokazo. Agar kasrning mahraji suratidan katta bo'ladigan bo'lsa, bunday kasrlarga to'g'ri kasr deyilar ekan. Ikkinchi holatimiz noto'g'ri kasr. Noto'g'ri kasr. Xo'p. Demak, a taqsim b kasr berilgan bo'lsa, agar kasrning surati mahrajidan katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, bunday kasrlarga noto'g'ri kasr deyilar ekan. Xo'p, misol uchun kasrning surati mahrajidan katta yoki teng bo'lishi kerak. 2 taqsim 2 teng bo'lishligi ham mumkin. 2 taqsim 2 kasr bilan surati teng keladi. Misol 3 taqsim 2, 12 taqsim 10, 100 taqsim 5 va hokazo. Demak, kasrning surati mahrajidan agar katta bo'ladigan bo'lsa, bunday kasrlarga katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, bunday kasrlarga demak noto'g'ri kasr deyilar ekan. Uchinchi turi aralash kasr. Aralash kasr. A butun b taqsim s ko'rinishidagi ifodaga demak aralash kasr deyilar ekan. Misol uchun 1 butun 2 taqsim 3, 3 butun 4 taqsim 5, 5 butun 6 taqsim 7 va hokazo. Bunday kasrlarga demak aralash kasr deyilar ekan. Xo'p, endi noto'g'ri kasr berilgan bo'lsa, noto'g'ri kasrdan aralash kasrga qanday o'tiladi, shuni ko'rib chiqamiz. Noto'g'ri kasrdan aralash kasrga o'tish. Aralash kasrga o'tish. Xo'p. Misol uchun bizga 15 taqsim 4 degan bitta noto'g'ri kasr berilgan bo'lsa, mana shu noto'g'ri kasrda aralash kasrga o't deb bizga aytyapti demak. Nima qilar ekanmiz? Buning uchun 15 ni 4 ga ustun shaklda bo'lar ekanmiz, ustun shaklda. Demak, nechtadan? 3 tadan. 3 × 4 12 ayiradigan bo'lsak, qoldig'imiz 3 ga teng. Xo'p. Endi butun qismi, mana bu butun qismi bo'linma oldiga yozilar ekan, mahraj o'zgarmasdan qolar ekan va bu yerda hosil bo'lgan qoldiq kasrning surati yozilar ekan demak. 3 butun 3 taqsim 4 degan aralash kasr paydo bo'lar ekan. Xo'p. Yana bitta misol ko'raylik. 21 butun 5 misol uchun. 21 butun 5. Mana shundan aralash kasrga o'tish kerak. Demak, 21 ni 5 ga bo'lar ekanmiz.
Demak, ichida 4 dan 4 kira 5 20. Ayirsak demak 1. Mana bu butun qismi bo'linmani oldiga yozar ekanmiz. Mahraj o'zgarmasdan qolar ekan va qoldiqni suratiga yozar ekanmiz. 4/1/5 tushunadi. Demak, noto'g'ri kasrdan aralash kasrga o'tishlik uchun uni ustun shaklda bo'lar ekanmiz va butun qismini mana bu hosil bo'lgan butun qismini mana bu oldiga yozar ekanmiz. Kasr o'zgarmasdan qolar ekan, mahraji va chiqqan qoldiqni suratiga yozib qo'yar ekanmiz. Aralash kasrga o'tishlik uchun. Xo'p, endi xuddi shuning teskarisi. Ya'ni aralash kasrdan noto'g'ri kasrga o'tish. Noto'g'ri kasrga o'tish. Xo'p. Bizga 3/3/4 degan aralash kasr berilgan bo'lsa, mana shu aralash kasrdan noto'g'ri kasrga o'tishimiz kerak. Buning uchun oldida turgan butun qismini kasrning mahrajiga ko'paytirar ekanmiz va suratini qo'shib qo'yar ekanmiz. Demak, 3 ko'paytirilgan 4 plyusdan 3 taqsim demak 4. Bu 15/4 ga teng. Xo'p, misol ko'ramiz yana. 4/1/5 degan aralash kasr berilgan, noto'g'ri kasrga o'tishimiz kerak. Noto'g'ri kasrga o'tishlik uchun kasrning oldida turgan butun qismini mahrajiga ko'paytirar ekanmiz va suratini qo'shib qo'yar ekanmiz va hosil bo'lgan sonni suratga yozamiz. 4 ni 5 ko'paytiraman 20, 1 ni qo'shsam 21. 21 ni suratiga yozaman 21/5 ga teng. Xo'p, yana bitta misol ko'raylik. 5/7/8 bo'lsa, 5 ni 8 ga ko'paytiraman va 7 ni qo'shib qo'yar ekan. 5 kira 8 40. 40 ga 7 ni qo'shsak 47. Demak, 47/8 degan noto'g'ri kasr paydo bo'lar ekan. Xo'p, demak, kasr nimaligini bilib oldik. Kasr necha turga bo'lishligini bilib oldik. Demak, aralash kasrdan noto'g'ri kasrdan aralash kasrga o'tishdi. Aralash kasrdan noto'g'ri kasrga o'tishni o'rganib oldik. Endi kasrlar ustida amallarni ko'rib chiqamiz. Kasrlar ustida 4 ta amalni bajarish mumkin. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish. Birinchi navbatda qo'shish va ayirishni ko'rib chiqamiz. Kasrlar ustida qo'shish va ayirish. Qo'shish va ayirish. Bizga ikkita kasr berilgan bo'lsin. A taqsim B plyusdan S taqsim B degan. Agar ikkalasining ham mahrajlari bir xil bo'ladigan bo'lsa, suratlarini qo'shib suratga yozamiz va mahrajlardan bittasini yozib qo'yar ekanmiz. Juda ham oson. Misol uchun 1/2 plyusdan 3/2 berilgan bo'lsa, ikkalasining ham mahraji bir xil, mahrajning bittasini yozamiz va suratlarini qo'shib suratga yozib qo'yar ekanmiz. Demak, 4/2 ya'ni 2 ga teng. Ikkinchi holatimiz ayirishda ham xuddi shunday. Misol uchun mana A taqsim B minusdan S taqsim B degan ikkita kasr berilgan, mahrajlari bir xil bo'lsa, suratlarini ayirar ekanmiz va mahrajlardan bittasini yozib qo'yar ekanmiz. Misol uchun 5/6 minusdan 3/6. Ikkalasining ham mahraji bir xil. Suratlarni ayirib qo'yaman. 5 minus 3 taqsim, demak bitta mahrajni yozaman 6. 2/6 ga teng ekan. Xo'p, uchinchi holat berilgan bo'lsin. Misol uchun A taqsim B plyusdan S taqsim D. Agarda mahrajlari bir xil bo'lmaydigan bo'lsa, mahrajlarini birinchi navbatda umumiylikka olib kelishlik kerak. Umumiy mahraj topishlik kerak. Kasrning mahrajiga qanday umumiy mahraj topiladi desa, kasrning mahraji uchun ekuk topiladi. Ekuk. Demak, ekuk B va D uchun. Mana shu topgan ekukimiz mana bu kasr uchun umumiy mahraj bo'ladi. Umumiy mahraj. Va suratlarni qo'shib qo'yamiz. Umumiy mahraj keltirgandan keyin bunga D dan beramiz, bunga B dan bersak, A ko'paytirilgan D plyusdan B ko'paytirilgan S ga teng bo'lar ekan. Misol 3/4 plyusdan 5/6. Demak, mahrajlar har xil. Nima qilishimiz kerak buni qo'shish uchun? U mahrajlarini bir xillikka keltirishimiz kerak. Ya'ni 4 bilan 6 ga ekuk topishim kerak. Xo'p.
Bularga ekuk qanday topaman? Kichkina sonlarga ekukni 4 ni tub ko'paytirishga ajratib, 6 ni tub ko'paytirishga ajratib, ikkalasida borining darajasi kattasini olaman degan narsani ishlatib o'tirishlik kerak emas. Buning oson usuli qaranglar. Agar ikkita kasr berilgan bo'lsa, mahraj kattasini, mahrajini olamiz, ya'ni 6 ni oldik. 6 ni ikkinchisiga bo'lib ko'ramiz. Agar bo'linadigan bo'lsa, umumiy mahraj kattasining o'zi bo'lib qoladi. Agar mana 6 ning o'rnida 8 bo'lganda edi, 8 ni 4 ga bo'lsa bo'linganligi uchun o'sha 8 ning o'zi umumiy mahraj bo'lgan bo'lar edi. Lekin hozir bizga 6 berilgan, 6 ni 4 ga bo'laman, bo'linmaydi. Demak, nima qilaman? 6 ni karra oshirib boraveraman. 6 ni bo'lib ko'rdim, bo'linmadi. Endi 6 ni karrasi 12. 12 ni 4 ga bo'laman, bo'lindi. Birinchi kelgan ikkinchisiga bo'linadigan son ikkalasi uchun umumiy mahraj bo'ladi. Demak, 12 ikkalasi uchun umumiy mahraj bo'ldi. Buning mahraji 12 bo'lish uchun bunga 3 tadan, bunga demak 2 tadan beraman. 3 kere 3 9 plyusdan demak 10. 19 taqsim 12 ga teng bo'lar ekan. 4-inchisi ayirish. A taqsim B ayrilgan S taqsim D. Ayirganimda ham xuddi shunday, ikkalasi uchun ekuk topaman. Ekuk B va D uchun. Bunga D tadan, bunga B tadan. A ko'paytirilgan D minusdan B ko'paytirilgan S ga teng bo'lar ekan. Misol 10 taqsim 12 ayrilgan demak 3 taqsim 6. Xo'p, ikkalasi uchun umumiy mahraj olaman. Hozir yuqorida o'rgatgan usulim kattasini olaman, ya'ni 12 ni olaman, ikkinchisiga bo'lib ko'raman. Agar bo'linsa kattasining o'zi umumiy mahraj bo'lar edi. Demak, 12 ni 6 ga bo'lsam bo'linadi. Demak, umumiy mahraj 12 ga teng ekan. Buning mahraji 12 bo'lish uchun bunga bittadan, buning mahraji 12 bo'lish uchun bunga 2 tadan bo'lar ekan. Demak, 10 minusdan 6 4 taqsim 12 ga teng bo'lar ekan. Kasrlarni qo'shish va ayirish tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Juda ham oson. Agar kasrlarning mahrajlari bir xil bo'ladigan bo'lsa, ularni shunchaki suratlarini qo'shib bitta mahrajni yozib qo'yishligimiz kifoya. Xo'p. Ayirishda ham, qo'shishda ham xuddi bir xil. Agarda mahrajlari bir xil bo'lmaydigan bo'lsa, ularning mahrajini bir xilga keltiramiz. Ya'ni mahraj uchun ekuk olamiz ekan va umumiy mahraj berganimizdan keyin suratlarini qo'shib qo'yamiz. Xo'p. Ayirishda ham xuddi shunday. Agar mahrajlar bir xil bo'lmaydigan bo'lsa, umumiy mahraj topamiz. Umumiy mahraj nima bo'ladi deyilsa, umumiy mahraj mana bu mahrajlari uchun ekuk bo'ladi. Umumiy mahraj ekuk. Ekuk. Xo'p. Mahrajlarni bir xilga keltirar ekanmizda, suratlarni ayirib qo'yar ekanmiz. Bularni mahrajiga ekuk topishda bularni ustun shakliga keltirilmasdan ham kattasini olamiz, kichigiga bo'lib ko'ramiz. Agar bo'linsa kattasining o'zi umumiy mahraj bo'ladi. Misol uchun 12 6 ga bo'lingani uchun umumiy mahraj 12 bo'lib qoldi mana. Agar bo'linmaydigan bo'lsa kattasini karra oshiramiz. 6 karra oshirsam 12. 12 4 ga bo'lingani uchun ikkalasi uchun ekuk demak 12 ga teng bo'ladi. Endigi navbatda ko'paytirish va bo'lishni ko'rib chiqamiz. Ko'paytirish va bo'lish. Xo'p. Ikkita kasr berilgan bo'lsin. A taqsim B ko'paytirilgan B S taqsim D. Kasrlarni ko'paytirish juda ham oson. Suratini suratiga, mahrajiga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. A ko'paytirilgan, demak S taqsim B ko'paytirilgan D. Suratini suratiga, mahrajiga ko'paytirib qo'yamiz demak. A ko'paytirilgan S taqsim B ko'paytirilgan D. Xo'p, misol 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 taqsim 5 ko'paytirilgan demak 4 taqsim 5. Suratni suratiga ko'paytiraman 1 ko'paytirilgan 4, mahraj ko'paytiraman 3 ko'paytirilgan 5. Demak 4 taqsim 15 ga teng bo'lar ekan. Ikkinchi holatimiz S ko'paytirilgan A taqsim B bo'lsa, ya'ni bitta son bilan kasr bo'ladigan bo'lsa qanday ko'paytiriladi? Xo'p, bunaqa holatda mana bu s'ning mahrajida bir bor deb faraz qiladigan bo'lsam, hech narsa o'zgarmaydi. To'g'rimi? Bir bor deb faraz qilsam, chunki har qanday son birga bo'lsa o'ziga teng. Xuddi bu S taqsim 1 ham kasr bo'lib qoldi-da, suratni suratiga, mahrajni ko'paytirib qo'ysam bo'ladi. S ko'paytirilgan A taqsim demak B ko'paytirilgan 1 ga teng. Bu A ko'paytirilgan S taqsim B ga. Ya'ni mana kasrning oldida yoki orqasida farqi yo'q, biror bir ixtiyoriy son berilgan bo'lsa, 5 ko'paytirilgan 3 taqsim 4.
Mana bu ko'paytirib turilgan 5 doim suratiga ko'payib ketadi. 5 ko'paytirilgan 3 taqsim demak 4 ga teng ekan. 15 taqsim 4 ga. Ko'paytirish tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi bo'lish. A taqsim B bo'lingan C taqsim D bo'ladigan bo'lsa, mana bu bo'lishni ko'paytirishga almashtirib olishligimiz mumkin. Qanday almashtirib olamiz desak, birinchi kasr turadi joyida A taqsim B bo'lib turadi. Ko'paytirishga almashtirgan vaqtimizda ikkinchi kasr oyoq osmonda bo'lib qoladi. Ya'ni surati bilan mahrajning joyi almashib D taqsim C bo'lib qoladi. Bu endi kasrlarni ko'paytirish qoidasi. Suratga mahrajga ko'payadi. Misol 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 5 taqsim bo'lingan 5 taqsim 6 bo'ladigan bo'lsa, 3 taqsim 4 ko'paytirilgan, mana bu ikkinchi kasr ko'paytirishga aylangan vaqtida oyoq osmondan bo'lib qoladi, ya'ni 6 taqsim 5 bo'lib qoladi. Surat ko'payadi 18, mahraj ko'payadi, demak 20 ga teng bo'ladi. Kasrlarni bo'lish ham juda ham oson. Ikkinchi holatni ko'rib chiqaylik. A taqsim B bo'lingan, misol uchun C bo'lsa, ya, A taqsim B bo'lingan C. Xo'p. C ning mahrajida men 1 bor deb faraz qilaman. C taqsim 1 baribir C ga teng bo'lganicha hech narsa o'zgargani yo'q. Demak, kasrlarni bo'lish xossasidan foydalanaman. A taqsim B ko'paytirishga aylantirsam, demak, oyoq osmonda bo'lib qoladi. Mana bu 1 taqsim C ga teng bo'lib qoladi. A ko'paytirilgan 1 taqsim, demak, B ko'paytirilgan C ga. A taqsim B C ga teng bo'ladi demak. Misol ko'ramiz. 3 taqsim 4 bo'lingan misol 5 bo'lsa, 5 ning tagida 1 bor deb faraz qilaman. 3 taqsim 4 ko'paytirishga aylantirsam, demak bu 1 taqsim 5 ga aylanib qoladi. 3 taqsim 20 ga teng. Kasrlarni ko'paytirish va bo'lish ham juda ham oson. Ko'paytirishda suratga, mahrajga ko'payar ekan. Demak, agar oldida bir son bo'lsa, u suratga ko'payib ketar ekan. Bo'lishda bo'lgan vaqtimizda kasrning ikkinchi turilgan kasrning, demak, surati bilan mahraji joyi almashib qolar ekan. Surati bilan joyi, mahrajning joyi, misol uchun mana. Mahraji bilan suratning joyi almashgan vaqtda u ko'paytirishga aylanib qoladi. Ko'paytirish qoidasini yuqorida ko'rib chiqdik. Demak, suratga ko'payadi, mahrajga ko'payar ekan. Juda ham oson. Xo'p. Endi navbatda kasrlarni taqqoslashni o'rganib olamiz. Kasrlarni taqqoslash. Kasrlarni taqqoslashning ikki xil usuli bor ekan. Birinchi usuli umumiy mahrajga keltirish. Demak, birinchi usuli umumiy mahrajga keltirish ekan. Ikkita kasr berilgan bo'lsa, misol uchun A taqsim B va B taqsim C degan ikkita kasr berilgan. Bu ikkala kasrdan qaysi biri kattaligini topishlik uchun, ya'ni ularni taqqoslash uchun ikkalasining mahrajini umumiy mahrajga keltirishim kerak ekan. Ikkalasining mahraji umumiy mahrajga kelgandan keyin qaysi birining surati katta bo'ladigan bo'lsa, o'sha kasrning qiymati katta bo'ladi. Misol uchun 3 taqsim 4 va 5 taqsim 6 degan ikkita kasr berilgan. Ikkalasini taqqoslang degan savol kelyapti. Bularni taqqoslash uchun mahrajlarini bir xillikka keltirib olishim kerak. Ya'ni umumiy mahraj keltirishni nima qilardik? Kattasini olardik, kichkinasiga bo'lib ko'rardik. Agar bo'linadigan bo'lsa, kattasining o'zi umumiy mahraj bo'lardi, bo'lmasa kattasini karra oshirardik. 6 ni 4 ga bo'laman, demak bo'linmaydi. 6 ni karra oshiraman 12. 12 ni 4 ga bo'lsam bo'linadi. Demak, umumiy mahraj 12 ekan. Bitta narsani aytib o'tishim kerak sizlarga. Kasr berilgan bo'lsa, qandaydir kasr, uning surat va mahrajiga ayni bir xil sonni ko'paytirsam va bo'lsam hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni kasrning qiymati o'zgarmaydi. Misol uchun A taqsim B berilgan bo'lsa, buning surat mahrajiga 10 ni ko'paytirib olganimda hech narsa o'zgarmaydi. Misol uchun kasr va mahrajini 10 ga bo'lsam ham o'zgarmaydi. Faqatgina kasr va mahrajida bir xil amal bajarish shart. Faqatgina ko'paytirish va bo'lishda o'rinli bir xil amal deganimda, ya'ni surati uchun suratini ham ayni bir songa ko'paytirish kerak, mahrajini ham ayni bir songa ko'paytirish kerak. Bo'lganimda suratini ham ayni bir songa, mahrajini ham ayni bir songa bo'lsa, kasrning qiymati o'zgarmaydi ekan. Bu juda ham kerakli xossa hisoblanadi. Xo'p. Mana bu ikkalasi uchun demak, eko nima bo'ldi? Umumiy mahraj 12 bo'ldi.
12 bo'lishlik uchun 3 taqsim 4 kasrning surat va mahrajiga, demak 3 ni ko'paytirib olaman. Pastda quyida aytib o'tdim, kasrning surat va mahrajiga ayni bir xil son ko'paytirilgan vaqtida kasrning qiymati o'zgarmaydi. Demak 5 taqsim 6 ga 12 bo'lish uchun surat mahraji 2 ni ko'paytirib olaman. Demak, birinchi kasrimiz 9 taqsim 12 ga teng bo'ldi, ikkinchi kasrimiz 10 taqsim 12 ga teng bo'ldi. 9 taqsim 12, 10 taqsim 12. Demak, kasrlarni umumiy mahrajiga keltirib taqqoslashda ikkalasining mahraji teng bo'lgandan keyin qaysi birining surati katta bo'lsa, o'sha katta bo'ladi ekan. Juda ham oson. Xo'p. Endi ikkinchi usul. Umumiy suratga keltirish. Ikkinchi usulimiz umumiy suratga keltirish. Xo'p, umumiy suratga keltirish nima uchun kerak degan savol tug'iladi. Misol uchun bizga 3 taqsim 5, 3 taqsim 112, 4 taqsim 57 degan ikkita kasr berilgan bo'lsa, mana shularni taqqoslang deydigan bo'lsa, biz birinchi ko'rib chiqdik, umumiy mahrajiga keltirish. Biz bu ikkalasini taqqoslashimiz uchun nima qilishimiz kerak? 112 bilan 57 uchun nima topishim kerak? Ekok, ya'ni umumiy mahraj topishim kerak. Bularning umumiy mahrajini topishlik juda ham murakkab. Topsa bo'ladi, anchagina vaqtni oladi. Bunaqa savollarda nima qilinadi? Bunaqa savollarda bu ikkala kasrni suratini bir xillikka keltirib olishim kerak. Demak, 3 bilan 4 ning suratini bir xil keltirishim kerak. Bularning surati qanday bir xillikka keltiriladi desa, bularga umumiy surat olinadi. Umumiy mahraj qanday topilgan bo'lsa, umumiy surat ham xuddi shunday topiladi. Umumiy mahrajda mana bu ikkalasi uchun demak ekok topilardi. Umumiy suratda bu ikkalasi uchun ekok topiladi, suratlar uchun demak. 3 bilan 4 ga ekok necha bo'ladi? 12 bo'ladi. Chunki ikkalasi o'zaro tub sonlar, o'zaro tub sonlarning ekoki nimaga teng edi? Ularning ko'paytmasiga teng edi. Demak, 3 bilan 4 ning umumiy surati 12 ga teng. 12 bo'lishligi uchun mana bu kasrimizni surat va mahrajini 4 ga ko'paytiraman. Surat va mahrajni ayni bir xil son ko'paytirsam hech narsa o'zgarmaydi. Demak, bu kasrning suratini 3 ga ko'paytiraman. Xo'p, 12 taqsim demak 448 ga teng bo'ldi bu kasrimiz. Bu kasrimiz 12 taqsim demak 150, 171 ga teng bo'ldi. Xo'sh. Endi suratlarni umumiylikka keltirdik. Endi nima qilamiz degan savol. Endi qaysi birining, ya'ni qaysi bir kasrning mahraji kichkina bo'ladigan bo'lsa, o'sha katta bo'ladi. Tushunarlimi? Qaysi bir kasrning mahraji kichkina bo'ladigan bo'lsa, o'sha kasr katta bo'ladi. Demak, 12 taqsim 171 katta ekan. Qanday qilib degan savol tug'iladi. Nima sababdan? E'tibor beramiz. 12 taqsim 4, 12 taqsim 3. Kasr degani nima degani? Bo'lish degan. 12 ni 4 ga bo'lsak, demak 3 ga teng bo'ladi. 12 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 4 ga teng bo'ladi. E'tibor beramiz. Ikkalasining surati bir xil. Surati bir xil. Demak, buning mahraji 4 ga teng, buning mahraji 3 ga teng. Qaraymiz. Mahraji 4 bo'lgan kasr 3 ga teng chiqdi. Mahraji 3 ga teng bo'lgan kasr 4 ga teng chiqdi. Ya'ni mahraji kichkina bo'lgan kasr katta bo'ldi. Tasavvur qiling. Sizning 100 ming pulingiz bor. Uni 10 kishiga bo'lib bersangiz 10 ming so'mdan tushadi. Uni 5 kishiga bo'lib bersangiz 20 ming so'mdan tushadi. Ya'ni qancha kichik songa bo'linsa, qiymati shuncha katta bo'ladi. Demak, 448 dan 171 kichkina bo'lganligi uchun o'ng tarafdagi kasrimiz katta bo'ldi. Endi navbat kasrlarni qisqartirish. Juda ham muhim jarayon, kasrlarni qisqartirish. Kasrlarni qisqartirish ikki xil jarayonda amalga oshiriladi. Xo'p, qisqartirish degan nima degani o'zi kelsa ko'rib chiqamiz. Misol uchun bizga 30 taqsim 100 degan kasr berilgan. Mana shu kasrni men qisqartirishim kerak. Tasavvur qiling, siz misolni ishlab keldingiz, 30 taqsim 100 degan javob chiqdi. Katta ehtimol bilan 30 taqsim 100 degan javob variantlarida bo'lmaydi.
Shunda siz agar kasrlarni qisqartirishni bilmaydigan bo'lsangiz, to'g'ri javobni topa olmasligingiz mumkin. Kasrlarni qisqartirish degani surat va maxrajini ayni bir xil songa bo'lish degani. Men aytib o'tgandim yuqorida, kasrning surat va maxrajini ayni bir xil songa ko'paytirsam yoki bo'lsam, kasrning qiymati o'zgarmaydi deb aytgan edim. Demak, kasrlarni qisqartirish degani surat va maxrajini eng katta va ikkalasi ham bo'linadigan songa nima qilish kerak? Bo'lish degani. Bo'lish. Ya'ni surat va maxrajining a kubiga bo'lish degani. Xo'p. 30/100 ni qisqartiraman. 30/100 ikkalasi ham 10 ga bo'linganligi uchun surat va maxrajini 10 ga bo'laman. Demak, 10 ga bo'laman. 30 ni 10 ga bo'lsam 3 ga teng bo'ladi. 100 ni 10 ga bo'lsam 10 ga teng bo'ladi. E'tibor beramiz. 30/100 bilan 3/10 ikkalasi bir-biriga teng. Kasrlarning surat va maxrajini ayni bir xil songa bo'lganimizda hech narsa o'zgarmas edi. Mana shu jarayonga demak kasrlarni qisqartirish deyilar ekan. Kasrlarni qisqartirish. Xo'p. Misol 64 taqsim demak 96. 64 taqsim 96. Mana shu ikkala kasrni men qisqartirishim kerak. Kasrlarni qisqartirishning ikki xil usuli bor. Maydalab ketma-ket qisqartirib ketish bor. Ya'ni surat va maxraj 2 ga bo'linadigan bo'lsa 2 ga bo'lib, 3 ga bo'linsa 3 ga bo'lib mayda-maydalab qisqartirish bor yoki surat va maxraji uchun a kub topib o'sha a kubiga bo'lib qisqartirishlik mumkin. Birinchi navbatda men bularni maydalab bo'laklab qisqartirishni o'rgataman. 64 va 96 ikkalasi ham 2 ga bo'lingani uchun birinchi navbatda 2 ga bo'laman. Demak 32 taqsim 48. Bu ikkalasi yana 2 ga bo'linadi, yana 2 ga bo'laman. Demak 16 taqsim 24. Yana 2 ga bo'laman. 2 ga bo'linganligi uchun demak 8 taqsim 12 yana 2 ga bo'laman. 2 ga bo'linganligi uchun. Demak 4 taqsim 6 yana 2 ga bo'ladigan bo'lsa 2 taqsim 3 ga teng. 2 taqsim 3 bilan 64 taqsim 96 bir-biriga aynan teng. Ikkalasi bir-biriga teng. Chunki surat va maxrajini bir xil songa bo'lganimda kasrning qiymati o'zgarmas edi. Bizda 64 taqsim 96 degan javob berilmaydi variantlarda, variantlarda 2 taqsim 3 degan javob beriladi. Bu demak ketma-ket maydalab qisqartirish usuli. Endi bittada qisqartirib qo'yishlik uchun 64 taqsim 96 ikkalasi uchun men a kub topishim kerak. A kub. A kub topaman. Xo'p. A kub topish uchun ikkalasini tub ko'paytuvchilarga ajratib chiqardim. Tub ko'paytuvchilarga ajratib, ikkalasida ham borning darajasi kichkinalarni olib ko'paytirib qo'yar edim. 64 bilan 96 ning a kubi 32 ga teng. Demak, ikkalasini ham surat va maxrajini 32 ga bo'lib qo'yaman demak. 32 ga. 64 32 ga bo'lsam 2 ga teng, 96 32 ga bo'lsam 3 ga teng. Mana 2 taqsim 3 ga teng. Yana misol ko'raylik kasrlarni qisqartirishlikka. 120 taqsim 150. Ikki xil usulda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda ikkalasini maydalab qisqartiraman. Demak, 120 ni 2 ga bo'laman, 150 ni 2 ga bo'laman. 60 taqsim 75 ga teng. Endi surat va maxraj 2 ga bo'linmaydi. 2 ga bo'lmagani sababli endi 3 ga bo'laman. 3 ga bo'ladigan bo'lsam 20 taqsim 25 ga. Endi 3 ga ham bo'linmaydi, 2 ga ham bo'linmaydi. Endi 5 ga bo'laman. 5 ga bo'ladigan bo'lsam demak 4 taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. 4 taqsim 5 ga. Bu ketma-ket maydalab qisqartirish usuli edi. Endi 120 bilan 150 ni ikkalasi uchun a kub topib, a kubiga bo'lib yuboraman. Shunda 120 ni 30 ko'paytirilgan 4, 150 ni 30 ko'paytirilgan 5 desam bo'ladimi? Demak, 30 larni ikkalasini bo'lib yuborsam 4 taqsim 5 ga teng bo'lib qoladi mana. Bu bir yo'la qisqartirish usuli. Bu kasrlarni qisqartirish ko'paytirishlarda ham juda ham qo'l keladi. Misol uchun e'tibor beramiz. Mana bunaqa misolga keladi. 20 taqsim deydi 25, ko'paytirilgan deydi 50 taqsim 80 deydi. Mana shu ikkalasini bir-biriga ko'paytir deydi. Agarda biz kasrlarni qisqartirishni bilmaydigan bo'lsak, anchagina murakkab usuldan ketishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni kasrlarni ko'paytirish qanday bo'lardi? Suratga ko'payardi, maxrajga ko'payardi-ya. Agar biz kasrlarni qisqartirishni bilmaydigan bo'lsak, suratga ko'paytiraman 1000 bo'ladi. Maxrajga ko'paytiradigan bo'lsa 2000 bo'ladi. Keyin ikkalasini yana qisqartirishga to'g'ri kelib qoladi. Xo'p.
Demak, kasrlarni qisqartirish bunaqa ko'paytmalarda juda ham qo'l keladi. E'tibor beramiz. Kasrning surati bilan mahrajini qisqartirsak bo'ladi va mana bu surat bilan mana bu mahrajni ham bemalol qisqartirsak bo'ladi. Buning bu surati bilan buning mahrajini ham qisqartirsak bo'ladi. Muhimi, surat bilan mahraj qisqarsa bo'ldi ko'paytirishda. Muhimi, bu suratmi, bu mahrajmi yo bu suratmi, bu mahrajmi farqi yo'q. Bemalol qisqarib ketaveradi. Demak, 20 bilan 80 ni qisqartiraman. 20 bilan 80 ni qisqartiraman. Ya'ni ayni bir xil songa bo'laman. 20 ni 20 ga bo'lsam, demak 1 ga teng bo'ladi. 80 ni 20 ga bo'lsam 4 ga teng bo'ladi. 50 ni 25 ga bo'lsam 2 ga teng bo'ladi. 25 ni 25 ga bo'lsam 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni ko'paytiraman. 1 ko'paytirilgan 2, 1 ko'paytirilgan 4. Demak 2 taqsim 4 ga teng. Bu yana qisqaradi. 2 taqsim 4 ikkalasi ham 2 ga qisqaradigan bo'lsa, demak 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bizga javoblarda qisqarmaydigan holatgacha qisqartirilib keyin beradi. Misol uchun 2 taqsim 4 ko'rinishda ham bermay, 1 taqsim 2 ko'rinishda beradi. Xo'p, yana bitta misol yozaman. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 2 taqsim 3 ko'paytirilgan 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 4 taqsim 5 ko'paytirilgan 5 taqsim 6. Xo'p, kasrlarni qisqartirishni yuqorida ko'paytirish bo'lgan holat uchun tushuntirdim. Ya'ni ixtiyoriy surat bilan ixtiyoriy mahrajni qisqartirsak bo'ladi ko'paytirish bo'lgan jarayonda. Misol 2 bilan 2 bemalol qisqarib ketaveradi. Ikkalasi bir xil bo'lganligi uchun demak qisqartirib yuborsak bo'ladi. 3 bilan 3 ham qisqarib ketadi, 4 bilan 4 ham qisqarib ketadi, 5 bilan 5 ham qisqarib ketadi. Demak, hammasining suratida 1 qolyapti, mahrajda ham xuddi shunday 1 qolyapti. Demak, 1 ni 1 ga ko'paytirsam, birlarga ko'paytirsam to'g'rirog'i 1 bo'ladi baribir. 1 ni 6 ga ko'paytirsam baribir 6 bo'ladi. Demak, javobimiz 1 taqsim 6 ga teng bo'lar ekan. Kasrlarni qisqartirish ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi sizlar bilan birgalikda 96-2007 oq to'plamdan misol ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, e'tibor beramiz. Birinchi kasrlar xossalarini ko'rib olaylik-da. Agar kasrning suratida ham mahrajida ham manfiy ishora bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi bo'linib ketadidagi manfiyga bo'lsak musbat bo'lib qoladi. Mana birinchi xossa. Ikkinchisi, kasrning suratini mahrajiga xatma-xat bo'lsak bo'ladi. Ya'ni a taqsim m, b taqsim m, ya'ni s taqsim m. Xo'p, a ko'paytirilgan b taqsim s ko'rinishidagi ko'paytmani a taqsim s ko'paytirilgan b taqsim s ko'paytirilgan a ko'rinishda yozsa ham bo'ladi. Baribir hech narsa o'zgarmaydi. Mana bu yerda turgan son baribir surati ko'payib ketardi-ku. Xo'p, agar ikkalasining mahraji bir xil bo'ladigan bo'lsa, suratlarni qo'shib qo'yamiz mana. Xo'p, agar mahrajlar bir xil bo'lmaydigan bo'lsa, umumiy mahraj keltirib suratlarni qo'shib qo'yamiz. Xo'p, minus a taqsim b, a taqsim minus b, minus a taqsim b. Hamma holat bir xil. Misol uchun minus 1 taqsim 2, 1 taqsim minus 2 va minus 1 taqsim 2 hammasi bir-biriga teng bo'ladi. Hammasini qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, minus 0.5 ga teng bo'ladi. Xo'p, kasrning oldida biror bir son turgan bo'lsa, son kasrning suratida ko'payib ketadi. Ya'ni s a taqsim b ga teng. Kasrlarni ko'paytirishda suratga mahraj ko'payadi mana. A s b d. Xo'p, kasrlarni bo'lishda ikkinchida turgani, demak, ko'paytirishga aylantirib olardik. Ko'paytirishga aylantirganimizda oyoq osmonda bo'lib qolar. S taqsim d bo'lsa, ya'ni b taqsim s bo'lib qoladi. Keyin d taqsim s. Suratga mahraj ko'payib ketadi. Xo'p, s bo'lingan a taqsim b bo'ladigan bo'lsa, mana bu s turadi joyida. B taqsim a ni ko'paytirishga aylantirgan vaqtimda teskari bo'lib qolardan b taqsim a bo'lib qolib turib, demak b s taqsim a ga teng bo'lib qolar. Xo'p, a taqsim b, mana kasrlarni ayni bir xil songa ko'paytirganimda va bo'lganimda kasrning qiymati o'zgarmaydi. Mana shu xossa. A taqsim b ni s ga bo'lganimda, s ning mahrajida bir bor deb faraz qiladigan bo'lsam, hech narsa o'zgarmaydi. A taqsim b, mana bu s taqsim 1 ni ko'paytirishga aylantirganimda oyoq osmonda bo'lib qoladi. 1 taqsim s ga teng bo'lib qoladi. A ga 1 ni ko'paytirsam a ga teng, b ga s ni ko'paytirsam, demak b s ga teng bo'ladi mana. Xo'p. Birinchi misol. 9 taqsim 11 va 1 sonlar orasida mahraji 33 ga teng bo'lgan nechta son bor debdi. Bolalar hayron bo'ladi. Deydi, ustoz deydi 9 taqsim 11 bilan 1 son orasida mahraji 33 ga teng bo'lgan son yo'q deydi. Xo'p, e'tibor beramiz. 9 taqsim 11 ni mahrajini 33 ga keltirish uchun surat bilan mahrajini ayni bir xil songa, ya'ni 3 ga ko'paytirib yuboraman. Shunda 27 taqsim 33 degan son hosil bo'ladi. 1 ni
33 taqsim 33 deb yozib olsam bo'ladimi? Baribir 33 ga teng qiymat. 1 ga teng-ku. Endi mana shu orasidagi kasrlarni sanab chiqaman. 28 taqsim 33, 29 taqsim 33, 30 taqsim 33, 31 taqsim 33 va 32 taqsim 33 ga teng. Demak, orasida 5 ta kasr mavjud ekan, mahraji 33 ga teng bo'lgan. Xo'p, ikkinchi misol hisoblang debdi. Kasr minus 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3. Buni hisoblash uchun birinchi navbatda ikkalasiga umumiy mahraj berib olishim kerak. Ikkalasi o'zaro tub sonlar bo'lganligi uchun o'zaro tub sonlarning mahraji nimaga teng bo'ladi? Ularning ko'paytmasiga teng bo'ladi. Demak, bunga 3 tadan, bunga 2 tadan bo'ladi. Minus 3 minus 2. 2 ta manfiy son ayirsak qo'shib ketadi-da. Minus 5 taqsim demak 6 ga teng bo'ladi. To'g'ri javobimiz D javobga teng. Uchinchi misolimiz ayirmani toping. Bunda ham xuddi shunday, bular uchun ham umumiy mahraj topamiz, lekin ikkalasini ayirib qo'shishimiz kifoya. Demak, birinchi misolga o'xshash. To'rtinchi misol, birinchi misolga emas, ikkinchi misolga o'xshash. To'rtinchi misol ham ikkinchi misolga o'xshash. Beshinchi misol ham ikkinchi misolga o'xshash. Oltinchi misol ham ikkinchiga o'xshash. 7 ham ikkinchi misolga o'xshash. 8-chi misolni ishlanishini ko'rib chiqamiz demak. Xo'p. (243 bo'lingan 9 bo'lingan 11 deyapti. 243 bo'lingan, men 9 bo'lingan 11 ni 9 taqsim 11 ko'rinish yozsam bo'ladimi? Kasr degan bo'lish degani edi-ku, hech narsa o'zgarmaydi. 243 mana bu bo'linmani ko'paytirmaga aylantirganda bu kasrimiz demak oyoq osmonda bo'lib qoladi-da, 11 taqsim 9 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, 243 bilan demak 243 ning mahrajida bir bor deb faraz qilsam, 243 bilan demak 9 ni bemalol qisqartirsam bo'ladi. 243 bilan 9 ni 9 ga qisqartiradigan bo'lsam, bu 27 ga teng bo'ladi, bu 1 ga teng bo'ladi. 27 ko'paytirilgan 11 297 taqsim 1 ga teng. Javob 297 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, 9-misol kasrning qiymati 40 dan qancha kam? Xo'p, 20 dan 48 ni ayiradigan bo'lsam, minus 28 ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan minus 5 dan minus 20 ayiransam, minus 25 ga teng bo'ladi. Mahrajda demak minus 5 ga teng. Bitta minus bilan mana minus yo'qolib ketadi. Ikkalasi bo'linib musbat bo'lib ketadi. 25 bilan 5 ni qisqartirsak bo'ladi. Necha qisqartiramiz? 5 ga qisqartiramiz. 25 ga qisqartirsak 5 ga teng bo'ladi. 5 ni 5 ga qisqartirsak 1 ga teng bo'ladi. Demak, 28 ko'paytirilgan minus 5 ga teng bo'lib qoladi javob. Bu minus 140 ga teng. To'g'ri javob. Uzr. Bizda aytyapti, kasrning qiymati 40 dan qancha kam debdi. Demak, 40 dan kam deyilgan bo'lsa, 40 dan ayirib qo'yishimiz kerak. 40 dan minus 140 ni ayiradigan bo'lsak, ikkita minus plyus bo'lib ketadi-da, 180 ga teng bo'ladi. To'g'ri javobimiz demak C javob ekan. 10-misol ko'paytmani hisoblang debdi. Xo'p. Demak, 1 minus 1 taqsim 2. 1 ning mahrajida 1 bo'lib bo'ladigan bo'lsa, umumiy mahraj ikkalasi uchun 2 bo'lib qoladi. Bunga 2 tadan bersam, 2 dan 1 da ayiraman. 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan. Buning mahraji 1 deb faraz qilsak, bunga 3 tadan bo'ladi. 3 dan 1 da ayirsak 2 bo'ladi. Demak, 2 taqsim 3 ko'paytirilgan. Bunda buning mahrajida 1 bor deb faraz qiladigan bo'lsak, bunga 4 tadan bo'ladi. 4 dan 1 da ayirsak 3. 3 taqsim 4 ko'paytirilgan. Xuddi shunday 4 taqsim 5 ko'paytirilgan. 5 taqsim 6 qisqarib ketadi. 2 lar qisqaradi, 3 lar ham qisqaradi, 4 lar ham qisqaradi, 5 lar ham qisqarib ketadi. Va to'g'ri javob 1 taqsim 6 ga teng bo'lar ekan. Ifodaning qiymatini toping debdi. 11-misol. Bu misolni ishlashlik uchun mana bu uchalasiga umumiy mahraj topishlik kerak. Demak, umumiy mahraj bularga uchalasi uchun 15 bo'ladi. 15 5 ga ham bo'linadi, 15 demak 3 ga ham bo'linganligi uchun. Bunga demak 3 tadan bo'ladi, bunga 5 tadan bo'ladi. Minus 3 plyusdan 3 minus 5 taqsim demak 15 ga teng ekan. 3 bilan 3 qisqarib ketsa minus 5 taqsim 15. Minus 5 taqsim 15 degan javob berilmagan. Bu ikkalasini 5 ga qisqartirsam minus 3 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Uzr, minus 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob. Minus 1 taqsim 3. To'g'ri javobimiz B javob bo'lar ekan. Xo'p. 12-misol. Oson misol, o'zi ishlaysizlar buni. Mayli, ko'ramiz. 12-misolda 1 taqsim 3 ko'paytirilgan minus 2 taqsim 7. Mana bu bo'lishni ko'paytirishga aylantirganimda mana bu kasrning oyoq osmondan bo'lib qoladi. Ya'ni minusdan 42 taqsim 5 bo'lib qoladi.
ikkita minus ko'paygan vaqtda musbat bo'lib ketadi mana bular. Endi 42 bilan 7 ni qisqartirsak bo'ladi. 7 ga qisqaradi, bu 6 bo'lib qoladi, bu 1 bo'lib qoladi. Xo'p. 2 ni 6 ga ko'paytiraman. 12. 3 ni 5 ga ko'paytirgan bo'lsam, demak 15 ga teng bo'ladi. Bu ikkalasi 3 ga qisqaradi. 3 ga qisqartirsam, demak bu 4, bu 5 bo'lib qoladi. To'g'ri javob 4 taqsim 5 musbatdan. To'g'ri javobimiz D javobga teng. 13-misol, demak 11-misolga o'xshash. 14-misol 12-misolga o'xshash. 15-misol 11-misolga o'xshash. 16-misolimiz 12-misolga o'xshash. 17-misolni ishlanishini ko'ramiz. 2 ko'paytirilgan 4 ning minus 2-chisi plus 2 taqsim 3 ning minus 3-chisi minus 1 taqsim 5 ning 0-chisi shuni ishla deyapti. Qaraymiz. 2 ko'paytirilgan mana bu darajadagi manfiyni yo'qotish uchun buni 1 taqsim qilib olishligimiz kerak. Darajadagi manfiyni yo'qotish uchun kasrni 1 taqsim qilib olishimiz kerak. Ya'ni 1 taqsim 4 ning kvadrati bo'ladi. Xullas kalom, misol uchun bitta kasrning 2 taqsim 3 ning misol uchun minus 5-chisi berilgan bo'lsa, kasrdagi darajasidagi manfiyni yo'qotish uchun bu kasrni teskari qilib olishimiz kerak. Ya'ni oyog'ini osmondan qilib olsak, uning darajasidagi minus yo'qolib ketadi. 2 taqsim 3 bo'lsa, uni 3 taqsim 2 qoladigan bo'lsak, darajadagi manfiy yo'qolib ketadi. Bunda ham xuddi shunday 4 ning minus 2-chisi taqsim 1 deydigan bo'lsak, bu kasr ko'rinishga keladimi? Buning darajasidagi manfiyni yo'qotish uchun buni oyog'ini osmondan qilib olishim kerak bo'ladi demak. Plusdan 2 taqsim 3 ning darajadagi manfiyni yo'qotish uchun buni teskari qilib olishim kerak bo'ladi. Ya'ni 3 taqsim 2 ning 3-chisi bo'lib qoladi. Xo'p, minusdan keyin har qanday sonning 0-chisi 1 ga teng. Faqatgina cheksizlikdan tashqari har qanday sonning 0-chisi 1 ga teng bo'ladi. 0 ning 0-chisi ham aniqlanmagan. Xo'p, 1 ga teng. Teng 2, mana bu 2 surati ko'payib ketadi. 2 taqsim 16 ga teng bo'lib qoladi. 2 taqsim 16. Xo'p, plusdan 3 taqsim 2 ning kubi. Buni 3 ning kubi taqsim 2 ning kubi deb olishligi mumkinmi? Minus 1 teng 2 taqsim 16. 2 bilan 16 ni qisqartirsak 1 taqsim 8 ga teng bo'ladi. Plusdan 3 ning kubi 27 ga teng, 2 ning kubi 8 ga teng, minusdan 1 ga teng bo'ladi. Umumiy xaraj 8 dan bo'ldi. Bunga 8 dan beradigan bo'lsak, 1 plus 27 minusdan 8 taqsim 8 ga teng. Xo'p, 1 ga 27 ni qo'ysak 28, 8 bersak 20, 20 taqsim 8. Bu ikkalasini demak 4 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak, demak 5 taqsim 2 ga teng. 5 taqsim 2 degani 2,5 ga teng bo'ladi. To'g'ri javobimiz D javob. 18-misol xuddi 17-misolning o'zginasi. 18-misol, 19-misol, 19-misol juda ham oddiy. Suratni mana bu hisoblab olamiz va suratini 4 ga bo'lib, hosil bo'lgan sonni yana 511 ga bo'lib qo'yishimiz kerak va undan 1 ni ayirib qo'yamiz. 20-misol. 9 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning 5-chisi taqsim 81 ning kvadrati. Bu misol demak quyidagicha ishlanar ekan. 9 ning kvadratini 3 ning kvadrati deb yozib olsam hech narsa o'zgarmaydi. 3 ning 5-chisi taqsim demak 81 ni 3 ning 4-darajasi deb yozib olsam hech narsa o'zgarmaydi. Faqatgina shaklini o'zgartiryapman xolos. Endi mana bu darajaning darajasi bo'lsa, darajalar ko'paytiriladi. 3 ning 4-chisi ko'paytirilgan 3 ning 5-chisi taqsim. Xuddi shunday bu ham darajaning darajasi bo'lsa, 4 kare 2 8 bo'lib qoladi. Endi asos bir xil bo'lsa, darajalar ko'paytirilgan vaqtida qo'shiladi. Ya'ni 3 ning 9-chisi bo'lib qoladi. Bu 3 ning 8-chisi. Asos bir xil bo'lgan vaqtda kasr degan bo'lish deganimizda, asos bir xil bo'lishda demak darajalar ayrilib 9 dan 8 bersak 3 ning 1-chisiga teng bo'lib qoladi. Demak to'g'ri javob 3 ga teng ekan. 21-savolimiz demak 20-savolga juda ham o'xshash savol, deyarli bir xil. 22-savol. 22-savol. 22-savolda mana mahrajidan boshlab ishlab kelish kerak. Eng quyidan boshlab ishlab kelishga to'g'ri keladi. Xo'p. Demak 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 1 minus 2 ning minus 1-chisi degani bu degan 1 taqsim 2 degan. 1 taqsim 2. Demak, birinchi navbatda 1 dan 1 taqsim 2 ni ayirishligimga to'g'ri keladi. 1 dan 1 taqsim 2 ni ayirsam, demak 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bunga umumiy maxraj 2 dan bersam, 2 dan 1 da bersam 1. Demak 1 taqsim 2. Xo'p. E'tibor beramiz, qarangizlar. A taqsim B taqsim C taqsim D bo'ladigan bo'lsa, mana bu D A ga ko'payib ketadi, ya'ni A ko'paytirilgan D bo'ladi. B bilan C o'rtadagi xatlar ko'payadi. Ya'ni chetki xatlar ko'payadi, suratga yoziladi, o'rta xatlar ko'payib maxrajga yoziladi. E'tibor beramiz, bu nima uchun kerak degan savol tug'iladi. Xo'sh,
Mana bunda qaraymiz. 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 1 taqsim 2 bo'lib qoldi. Mana bu 2 bilan bir chetga xat bo'lyapti. 2 tepaga ko'payib ketadi degan. Bu 1 taqsim 1 minus 2 ga teng bo'lib qoladi. Bu degani demak qiymati 1 taqsim minus 1 ga teng, ya'ni minus 1 ga teng degan. Ikkinchisini ham xuddi shunday ishlaymiz-da, ikkalasini demak qo'shib qo'yishligimiz kerak bo'lar ekan. 23-misolda o'zingiz ishlab qo'yasizlar. 24-misol. 24-misolda o'xshash hadlarini qavsdan tashqariga chiqarib ishlaymiz. Bunaqa misolni birinchi mavzuda ko'rgan edik, ya'ni o'xshash hadlarni qavsdan tashqariga chiqarib ishlashdi. 5 3 ko'paytirilgan 7 ning 15-sini 7 ning 14-si ko'paytirilgan 7 deb olsam bo'ladimi? Chunki asos bir xil daraja qo'shilib baribir 7 ning 15-sini beradi. Minusdan 19 ko'paytirilgan 7 ning 14-si taqsim 7 ning 16-sini 7 ning 15-si ko'paytirilgan 7 ning 1-si deb olsam bo'ladimi? Plyusdan 3 ko'paytirilgan 7 ning 15-si teng. Endi mana bu ikkalasida 7 ning 14-si bo'lganligi uchun umumiy ko'paytirish 7 ning 14-si qavsdan tashqariga chiqaraman. Shunda 5 tashqari turibdi. Buning joyida demak 3 ko'paytirilgan 7 qoladi. 21 ayrilgan. Buning joyida 19 qoladi. Demak 19 taqsim 7 ning 15-sini chiqarib ketadigan bo'lsam 7 ning 15-si chiqib ketadi qavsdan tashqariga. Qavs ichida 7 plyusdan 3 qoladi. Xo'p. 7 ning 14-sini 7 ning 15-sini qisqarsa, maxrajda 7 ning 1-si qoladi. 5 ko'paytirilgan 21 dan 19 darajasi 2 ga teng bo'ladi. 7 ga 3 qo'shsak 10 ga teng bo'ladi. 10 ko'paytirilgan maxrajda bitta 7 qolgandi. Demak 10 bilan 10 qisqarib ketadigan bo'lsa, javob 1 taqsim 7 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob C javob. 25-misol ham 23-misol bilan o'xshash. Demak, bunda nima qilinadi? Bunda 395 ni 244 plus 151 deymizlagan 244 ni har biriga ko'paytirib ochib chiqishimiz kerak. Xuddi shunday ishlanadi. Qiyin misol emas. Xo'p, 26-misol 24-misolga o'xshab ishlanadi. 27-misol. 27-misol demak 20-misolga o'xshab ishlanadi. Ya'ni mana bu 10 ni 2 ko'paytirilgan 5 deb olamiz. Mana bu 10 lar ikkalasi bir xil bo'lganligi uchun asoslan suratda bu ikkalasi qisqarib maxrajda 10 ning kvadrati qoladi. 10 ning 9-ni 10 ning 11-si qisqarsa, maxrajda 10 ning kvadrati qoladi. 3 ning 5-si 3 ning kubi ham qisqarsa, suratda 3 ning kvadrati qoldi, maxrajda 10 ning kvadrati qoldi. 3 ning kvadrati demak 9 ga teng, 10 ning kvadrati 100 ga teng. 9 100 ga bo'lsak 0.09 ga teng bo'ladi. To'g'ri javobimiz demak A javob bo'lyapti bizda. Hop, 28-savol, 22-savolga o'xshash. 29-savol. 29-savol mana bu 27 ga o'xshash. 27. Mana bu 110 ni 11 ko'paytirilgan 10 deb yozib olamiz. Yoki 55 ko'paytirilgan 2 deb yozib olamiz. 77 ni 7 ko'paytirilgan 11 deb yozib olamiz. 154 ni 77 ko'paytirilgan 2 deb yozib olamiz. Xuddi shunday yozib chiqadigan bo'lsak, bu 5, 7 va 11 ning darajalari keladi va ularni qisqartirib hisoblab qo'yishligimiz kerak. 30-misol ham xuddi shunday. Demak, 30-misol 29-misolga o'xshash. Qolganini o'zlaringiz ishlab qo'yasizlar. Mana bu 36, 34, 35lar bu kasrlarni kasrlarni taqqoslashda o'tdik. Ikki xil usul taqqoslasa bo'lar ekan. Suratini bir xil keltirib, maxrajini bir xil keltirib o'zingiz taqqoslab qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar.